Labo komplekt do'stlar, haqiqiy pul topar uskunalar hammasi do'stlar hozir zakaz bo'yicha ketyapti ekan. Islom aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayman. Nima gaplar endi aka? Nima yangilik? Qayerga ketyapti aka? Laboni yezib qo'yibsiz shuncha yuk. Bu ham penablo, ham gazablo chiqaradi apparat. Hozir bu qayerga ketyapti? Toshkentga ketyapti. Xitoyliklar zakaz qildi. Xitoylar uje zakaz qildi. Ha, zakaz qildi. Yo'q, gap yo'q. Endi o'zi ular yasab olaveradi, lekin ularga birinchi andoza kerak-da. Birinchisimda ko'ra oladi-da, keyin mana listlarni ingichkalashtirib, bu narsa qilib yasash mumkin. Lekin ashunga jo'natayotgan o'ylanib turibmiz. Endi aka tovar o'zingizniki. Lekin dogovor bo'lgan iloji yo'q. Dogovor bo'lgan bo'lsa jo'natish. To'g'ri aka. To'g'ri-da, nima dedingiz? Jo'natamizmi? Jo'nating aka. Rost Xitoylar kirdimi? Qadrdonlar, xullas, o'zlaridan qolar gap yo'q. Oxirgi paytda ijtimoiy tarmoqlarda bangala tekkan Xitoydan o'sha Xitoy fuqarolari O'zbekistonga kirib kelyapti. Sizlardan ham kommentariyada so'rab qolardik, imkon qadar fikringlar do'stlar. Hozirgi kunda ko'pchilikdan so'rasam, kimdir aytayapti. Yozib qo'ysin, rasa. Kimdir bizga kerak emas deyapti, kimdir kerak deyapti. Siz nima mana shaxsiy fikringiz Islom aka ayting, nima Xitoylar bizni yurtimizga kirib kelsa nima deysiz? Aka nima fikr bildirasiz? Hech narsa hal bo'lmaydi. Yo'q, baribir o'z fikringiz bo'lish kerak-ku. Menimcha Xitoyliklar qilsa, Xitoyga chiqib ketadi pul. Misol uchun. Biz ishlaymiz. Ikkita svarchigimizga, bitta yana penablo qo'ygan sexlarimiz bor, 3 ta bo'ldi ishlaydi. Ashli yoki svarchilar ishdan qoladi. Ashnaqa. O'zbekistonda pul O'zbekistonda qoladi. To'g'rimi? Ishchi oyratsangiz ham 3 million 6 million so'm ishlaydi, ashunga qarab. Xitoyliklar topgan pulini foydasini yoqqa chiqaradi. To'g'rimi? Biz bir narsa qilamiz yoki endi tangani yana bitta ikkinchi tomoni bor-da. Odamlar yozishyapti, O'zbekistonga kirsa, Xitoylar o'zbeklar bilan Xitoylar raqobat kuchayib, o'rtada arzonchilik bo'ladi deyapti. Unga nima fikr bildirasiz? U tarafi ham bor, ha? Ali raqobat bor joyda o'sish bo'ladi. Ham do'stlar, endi ko'ramiz, kim qanaqa fikrda, shaxsiy fikrlar qoldiradi. Mana Rossiyada yurgan o'zbeklar bor, Tojikistonda, Qirg'izistonda ishlab yurgan o'zbeklar bor. Ular ham xuddi shunga Xitoylar ham bizga ishlagani kiryapti. Fikrlarni qoldirlar. Do'stlar, bugun xudo xolasa Ramazon oyida sizlarga O'zbekistonda o'sha oyda soqqani soqqa ko'rmoqchi bo'lgan jigarlarga yaxshi niyatda yurganlarga video qilgan kelganmiz. Islom aka ham ko'pchilik taniydi. Aka, nima yangiliklarimiz bor endi? Yangiliklar hozir trendda bo'layotgan. To'xtang, vashiyatida 200 mingta bo'ldi hali olgan videomiz. Va'da bergan videomiz. Nima bo'lyapti tashishlar aka? Oshdi tash 200 mingtadan. 200 mingta bo'ldi. Yanagi safar videomizda birinchi tomshig'ini qo'shib Birinchi tomshig'ini qo'shib o'ramiz. Uni qanday aniqlaymiz endi? Kommentariyadan aniqlaymizmi? Nimadan aniqlaymiz? O'zi 90% aniq. 90% aniq, chunki o'sha siz sviyazdasiz. 200 mingta prosmotr chiqdi-da aloqaga. Lekin mana vodiydan emas, Toshkent yag'idan bo'ldi. Toshkent yag'idan. Chunki o'zimiz vodiyda qilsam, mana qandashnikini, mana qo'shnisininkini, mana tog'asinikini qildi deydi-da. To'g'risi, voha tarafdan qilib beradigan bo'lib turibmiz. Gap yo'q. Lekin mana shu video yana bitta gap. 500 mingta prosmotr qilsa, bitta gazablo yoki bitta penablo apparat tekinga beramiz. Ana bo'lmasa. 500 mingta. Ashunga erinmanglar, kommentariyani bang'illatlar, prosmotrda layklar do'stlar, bosib bang'illatib tashlaylar. Jizzaxdan, Samarqanddan, Surxondaryodan, to'shni aytaman, birinchi tomshog'imiz Jizzaxda qilib beramiz. Sharoiti yo'q joyga, 150 kvadrat joyga Jizzaxda qilib beramiz. Videosini ham qo'yib qo'yamiz. Gap yo'q. Qadrdonlar, bo'lmasa boshladik. Poddershka sizlardan, videoni bombalari bizdan. Bu yerda o'sha komplekt ketyapti qadrdonlar. Xo'p, Islom aka endi narxlarni ham arzonroq qilib berasiz endi. Ro'za payti tushib beramiz-da. Bir boshdan boshlaymiz. Ish ketyapti. Mana. Mahmudjon, mana qarang. Mana shu hozir mana ko'rib turgan, yo'q, bu turibdi ashuncha deyish mumkin. Mashinada ham sotilgan. Bu ham sotilgan. Ana bo'lmasa. Hozir ushlab turibmiz. Mahmudjon, gazablo apparati. Bu urg'uni ko'proq gazavodga beramizda. Xo'p. Qarang. Bir komplektda nimalar bo'ladi deyishga bir boshdan boshlaymiz. Mishalkasi, yarim kubalik, bitta tayyorlaganda 12 ta gazavod chiqadi. Ana bo'lmasa. Suyomkisi 1 tonnalik, tepasidagi 60 litr issiq suv keladi. Ikkita qolip bo'ladi. Ikkita qolip. 12 tadan 24 ta chiqadi. 12 tadan 24 ta. Keyin shablon reskasi, arrasi bor. Mana ko'ringan mashidan mashigacha bir komplekt shular bo'ladi. Narxi qancha deydi? Endi arzonroq ayting aka. Siz boshqalarikini. Arzonroq. Menga qolsa aka 400 dollarga bering. Xalq mazza qilsin aka. Arzonroq ayting endi imkon qadar. Bundan bu yoqqa aka aytilgandek 1,5 ming dollar deyman. 1,5 ming dollar. Kelib shuni o'rganib ketaversin. Quyayotgan sexlarimiz ham bor. 1,5 ming dollar. Do'stlar,
kelib qo'yinglar mana sizlarga. Dollar kursi tushib qoldi, ha? Aha. Lekin 1,5 ming dollarga qilib beramiz Mahmudjon. Endi yana bitta narsasi bor-da Mahmudjon. Lekin sifati o'zgarmagan, listlari ham uchli listdan, rossiyskiy listdan. Hop. Ha, misol uchun svarchigimiz ham kuchli, mana yosh katta odam 40 yildan beri svarcha qiladi. Aha. Ha, listlar uchli qarang, profillari ham qalin Mahmudjon. Har bir chipirani 4 tadan qilib qo'yilgan, qisqichalari ham puldan ekran qilinmagan. Ana. Hozir Gazabloy Mahmudjon bir donasidan 5 ming so'mdan foyda qolyapti. Xo'p. Vahima qilmayman, boshqa qilmayman, yorib boryapti, boshqa qilyapti demayman. Misol uchun quyayotganlar kuniga 2 tadan quysa ham Mahmudjon. 5 ming so'mdan qolsa 1 million so'm pul qoladi. Vodiydagi narxda, ya voha tarafdagilar telefon qilsa, misol uchun narx-navosi nima ketishini hamma yo'g'ini aytaman. 100% aytaman, ashunga qarab, birinchi apparatdan olishdan oldin hisob-kitob qilib oladi. Mana shunaqa olsam, sement, qum olsam, mana shundan qolar ekan deydi. Xo'p. Endi Mahmudjon, penavoy ko'rsatamiz. Aka qarang, bular dastavkasi bormi shunda? Dastavkasi bor. O'zbekistonlik viloyatiga ichidami yo dastavkaga ham xizmat olasizmi? Mahmudjon, dastavkani ko'ramiz. Yuklarimiz chiqsa qo'shib beraveramiz. Xo'p. Lekin hozir endi bizda hali ham vodiyda gaz ishlamadi, metan ishlamadi. Ashuna hisobiga bir komplektga bittasini chiqarsa qoplamaydi. Telefon qilsa, sham shashli ham kuymaydan qilib hisob-kitob qilib nima qilib beramiz. Ana do'stlar. Endi Mahmudjon, yana boshdan boshlayman. Tonsuv apparati. Xo'p, mana do'stlar. Mana. Rastor bochka, penegenerator, kompressor, mikser. Xo'p. $300. $300. Ha, mayli, roza uchun meni ham qo'shib yuboraman mana. Ana do'stlar, bonuslari bilan akalar. 500 kvadrat yetadi penasi bilan. $300 nima beryapti Mahmudjon? Bitta hozir telefon ham ola olmaysizda, bitta telefon ham ola olmaysiz. Bitta qo'chqori ham bunday xudoy bergan qo'chqor bermayapti o'zi. To'g'ri aytyapsiz. 2 kishi ishlasa, 2 kishi ishlasa. Bir kunda misol uchun 100 kvadrat tom bitirsa 1 million so'mdan 2 million qoladi. Foydada to'g'risi. Biz o'zimiz ham qilamiz. Hozir yozgacha apparat sezon, apparat yozdan keyin tom yotib ketamiz mana. Tirishchilik. Gap yo'q. Endi qarab turing. $300 mashhur narsalar bo'ladi. Pena generator yengil qilingan, chunki tomga olib chiqish uchun udobniy mana. Yengildan qo'yilgan. Mana do'stlar, ko'rasiz. $300 qilib. Endi pena bo'laylik Mahmudjon. O'tgan safar qancha qo'ydik? 8 yil qo'ydik. $800 Mahmudjon. Gap yo'q. 500 mingta prosmotr yig'ib ketsa-chi aka? 500 mingta prosmotr esa liboy bir komplet. Tekinga. Voy do'stlar, jipillagan qizlarga ham layklarni bosyapsizlar. Bosing mana layklar 500 ming top kelsin. Bitta bechara do'stlar mana shunaqangi hunarli bo'lib qoladi. Gapmi aka? Hazil pazil emas, va'da. Gapga javob beriladi. Gap yo'q, qadrdonlar bos so'radigan joy. Mana qarang, $800. Hop. Prosto, 5 yil 6 yildan beri yurgan abishli komplekt bor-ku. Hali ham o'zgarmagan. Abishni mana shu quyganlar faqat shunday qo'yadi. Yevro ishlatganlar faqat yevro ishlatadi. Aka, materiallar behiy jo'latmi? 3 list, Mahmudjon. 3 list rossiyskiy list. Xizmat qiladigan. Profillari ham qalin. Ana bo'lmasam do'stlar. Endi komplektda nimalar bor deganni ham ko'rsatib qo'yay. Pena generator. Hop. 3 ta qolib. 60-30-20 razmerda. Latoy 80 poyezga tepasiniki. Hop. Keyin kolonna. Kompressor, mikser. Rastor bochka. Bunga ham bonus. Bunga ham bonus mana. Do'stlar mana. Sindirishga bo'lib ketyapti. Bosib o'radigan. $800 O'zbekiston bo'ladi dastavka. Bormi? Bormi og'ridi? Bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'p, keyingisi. $830. Bu ranglari ham bo'lakcha-yu aka. Biz ixtiro qildik bir yangi. Yashang. 3 kun 4 kun uxlamay mana shu rangni chiqardik. Yashang aka. Endi qarab turing. Belada 2 qator profil, naringda bitta. Bunda ikkita. Sababi nima deganlar, bitta profil qo'yaveradi degan ekanlarga. Mana2 do'stlar. qator qilganmiz. Hop. Mana bunda ham xuddi shunga ham $30 chunki profil ko'p ketgan hisobi. Rasxotimiz. Biz unga $50 qo'yavermaymiz. $30 rasxot ketsa ham $30 qo'shamiz. Trendagi yevro komplekt Mahmudjon. Hop. Qarang. Mana do'stlar. Ko'ringlar. Bu bilan do'stlar buni solishtirib qo'yinglar. Bu yevro komplekt ko'rib turganlaringdek. Yevroni endi baquvvat. Yevroni yaxshi tarafi 2 tarafga ochiladi. Oshmoqchi bo'laman 3 ta qarang. Rezinkalari bo'ladi, rastor oqmaydi. Keyin manaqa steshkan ustida, turpoq ustidami bir qanaqadir 0 o'rinda steshka qilish shart emas. Libojoy qo'yasiz, qo'yaverasiz Mahmudjon. Mana buni komplektda pena generator 3 ta qolib. Lato kolonna penasi shedekini
kompressor, mikseri ham bor. $950 emas, $900 dastavka Mahmudjon. $900 do'stlar dastavka. Yana vodiyda bo'lsa, yana jicha qilib beramiz. Vodiyda bo'lsa agar. O'zbekiston bo'ylab $900 dan 1 so'm ortiq pul to'lamaydi, lekin Qoraqalpog'iston ham hozir legendasi Xorazm, Qoraqalpoq bo'lyapti. Eng yaxshi ketayotgan joy. Ana shunaqa keyin qo'shni davlatlarga ham bor, qo'shni davlatlarga. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston bosyapti-da. Kelishyapti, olib ketishyapti, mana shu yerda o'rganishyapti, to'g'risi. Aslar ham misol uchun, shunga boshqa davlatlarga yetib borish uchun ham bittadan like bosib turib, gapi yo'q deb yozib qo'ysalar, hech narsa ketmaydi. To'g'ri aytyapsiz aka. Mana bor ekan deydi, Xitoylar bir-birini podesha qilib O'zbekistonga yetib keldi. Mana qarang. Bittasi u boshida, bittasi nima desa bo'ladi, oddiy bitta bolgaga yasasa ham o zo'r chiqdi deb bosaverar ekanda ular. Gapi yo'q dedi. To'g'ri. Bizdan nabaro'ta, mana bunaqa qilib. Bizda ham bor, yomonlama. Odamlari shunchalik bo'lib turib 200 mingta prosmotr yetdi o'tgan safar. Gapi yo'q. Конечно. Sardor. Ana do'stlar. Sardor aka. Kim mana shu yeron tagini bitta ko'rsatib qo'yaylik. Mana. Mana shuni tushiraylik. Mahmudjon, bu safar videoni sal tezroq olamiz, quyayotgan joylarni ham ko'rsatamiz. Ha, o'sha 12 minut bo'ldi aka. Ha. Yo'q, ko'payib ketdi. Mana do'stlar. Har bittasidan profil mana. Baqvatanchi. Profillar ham qalin. Mahmudjon, qara, undan tashqari tezroq olar ekanmiz endi. Aha. Qarang, Sardor ketmay turib, mana shu yerda turibdi. Ya'ni ish chiqib qolishi mumkin. Lego bor mana. Bir-biriga kiradi. Ustamas odamlarni teraveradi. Tasas bosib ketadi. Bu turbali Lego. Hop. Ha, bu turbali Lego, bu ham xuddi shunaqa chok bo'lsa, bez rastor ursa ham bo'laveradi. O'rtasida yuzli turib o'tgan, unga rastor qo'yib qo'ysa, misol uchun, kolonna vazifasini ham bajaradi. Bular narxini ham ekran nomer telefon qilsa o'rgatib qo'yamiz. Bundan tashqari, beda yo'q qoliplar ham bor, Mahmudjon. Hop. Ularga ham, misol uchun, O'zbekistonda qanaqa olib ko'rdilar, yasab beraveramiz. Endi zakaz bo'yicha razmerlari. Hozir quyayotgan joydan, sexdan ham video qilib qo'yamiz, qo'shib qo'yamiz-da, qanaqa bo'ladi. Videoning oxiriga aka. Haligi, yo bu bo'lmagan narsa, bo'lgan narsa degan uchun men o'tgan kiyamiz, mana sexga, muhitlangan sexga olganmiz. Bilan qo'shib qo'yamiz. To'g'rimi Sardorbek? Mana qarang, Mahmudjon, Xitoyda deyapman mana. Xitoy mana, agar bizning ishimiz to'xtab qolsa, bu ham Rossiyaga ketadi, bu ham Qozoqqa qayerga ketamiz-da. Sardor yaxshi bo'lyaptimi? Yaxshi bo'lyapti. Keyin akalar, like'lar bosib qo'yasizlar. Islomjon Chesni degan bola mana. Ha, Instagram, YouTube'ga Islomjon Chesni desalar o'zim profilim chiqib keladi. Shunaqa. Va oylik vaqt olyapsanmi? Oyliga 3 million, 3,700 sarflab 4 milliongacha. Bizga mash kerak xolos. To'g'rimi? O'rnida rachot qilib, mana buni ham qozoni qaynaydi, bizniki ham qaynaydi. Endi quyayotgan bolalar sexini ham qo'shib qo'yamiz, Mahmudjon. Ketdik aka. Do'stlar, like'larni bosamiz, bazasidan ko'rsatyapman akalar, o'zini skladidan bosaveradigan joyi. Islom aka, qayerga keldik endi aka? Hali o'tgan qilganmiz-ku. Ha. Shu joyga. Ana do'stlar. O'zim akam, oshnam akasining sexi mana. Akalar qaranglar, hali qish chiqib ketib ulgurmadi, lekin akamlar ishni boshlab olgan. Pena bloklarni chotki qilib mo'ng qaranglar qo'ygan. Foyda bo'lyapti, qo'yapti. Foyda bo'lmasa to'xtatib qo'yadi. Shuni aytaman-da aka. Yanvarda ham qo'yishdi, yanvarda. Yanvarda-ya? Voy, malades. Hozir mana quyib qo'ygan mana. Hozir. Aha. Prosta hozir ishlayotgan bola qijoat qilishdi videoga. Mana do'stlar, ko'rishlari mumkin. Tayyor. Ishlayib qo'ygan. Bu tomonlarga ham mana akalarim taxlab tashashgan. Sexidan ko'rsatyapsizlar. Kolonna degan shu-da Mahmudjon. Yaxshi mana. Tangilayapti. Ovoz qarang chiqishini aka. Qarang. O. Shu quriganimi endi aka? Yo'q. Bu yana bor-a? Yana bor, ozgina. Ozgina bor do'stlar. Mana suv hamma bor, cho'tki qilib qo'ygan. Ichkarilarni ham ko'rsatib qo'yaman endi aka. Yo'q, ashay ko'rsating ichkarida. Mana do'stlar. Mana shu joyda albasterlar bu tomonda, suv, xullas DJni ketyapti. 220 voltga ishlaydi. Ha. Eksotik joy yetadi-da. Aha. 5 qator, 6 qator ustun-ust qo'yaveradi. Ha. Mana endi qo'ni qo'shnidan rosa qilib qo'ysa bo'laveradi-da. To'g'ri aytasiz. Jaligi plashatka 10 sotik, 15 sotik joy arenda olmay, o'zini uyda bemalol qilsa bo'laveradi. Taxlab tashapti o'zi ham. Mashina klient bor lekin. Necha kunda tayyor bo'ladi endi aka? Hozir bular bugun juma bo'lsa, xo'sh, dushanbaga tayyor bo'ladi. Yo'q, narigi chorshanbaga tayyor bo'ladi. Chorshanbaga tayyor bo'ladi. O'z klienti bor, prosta buni klienti bor deyapti, ha. Ana akalar, chakan emas ish bor bu yerda. Mana erinmay ko'rsatamiz Mahmudjon. Hamma yo'qlar. Lekin hozir to'xtab turamiz, endi gaza bo'lib qo'yayotgan joylarni ko'rsataylik Mahmudjon. Chunki bor narsam, yo'q narsam ko'rishsin. Gap yo'q, xo'p.
Qadrdonlar, gap isboti bilan mana biz hozir Islom aka bu yerda $1,000,000 aylanyaptimi bola aka? Mana deyarlilar hech qanaqa avtomat reska peskasi qilsa ham bo'ladi. Ha. Расход-ku. Mana do'stlar. Ha. Mana Mahmudjon sifat ko'ryapsizmi? Oho! Andijon, Paytux tumani. Aha. Adresda Hop. Gazabolo kerak bo'lsa, hozir akam nomerini aytaman. Bazasidamiz, konidamiz deng aka. Ha. Bu aka ham sizdan nima qilgan aka? Birinchi olgan. Ana akam uyalyapti. Men 93lik 213 Aha. 1084 ga telefon qilsa, Bo'ldi. Gazabolo qilib beramiz. Do'stlar, xullas koniga kelganmiz. Bu yerda mana o'sha 4 takamiz 5 ta ish bilan band ekan. 60 ta qolib Mahmudjon. Mana apparatlarni o'rnatgan qadrdonlari. Bu tomonda tayyorlash ishlari ketyapti. O, olinayotganlar ko'ramizmi biz? Oho! Qormaylar endi. Akalarim, tayyor holatda mana do'stlarim. Ko'raverasizlar. Mana ko'rdingizmi? Qattiq yangilik. Mana do'stlar. Ko'raverasizlar. Gap yo'q. Qolib qarangda. Aha. Shunday ochiladi-da, Ha. bitta listi bo'ladi. Hop. Uni arrada kesish shart emas. Aha. Nargilar katta arrada kesiladi-yu. Hop. Buni qilinmaydi. Mana do'stlar, Shunday ko'raverasizlar. qolib qo'yib turib, qilinaveradi. Bir kunda 800 ta chiqaradilar. Bir kunda qarang 800 ta chiqsa, necha puldan sotadi bular? Foydasi qanaqa bo'ladi? Narxi 17 ming so'm. Hop. Donasi, bir donasi. Bitish qanaqa bo'ladi? Bitishi Mahmudjon endi 10 mingmi aka? Ha? 10 mingmi? Necha pul? 11 ming deylik. 11 minglik deylik. Borona sof foyda 5 ming qolsin do'stlar. Aha. 17 ming emas, 16 mingda sotsa ham 5 mingdan qoladi Mahmudjon. Endi mana sifatni ham ko'ring. Aha. Haligi xomashyodan qisilmagan sement ham 450 marka sementda quyiladi. Aha. 400 marka bo'lsa ham bo'laveradi. Ha. Prosta degani tashqaridagi ishlar ham ko'radi-da. Gap yo'q qadrdonlar mana. Endi buni xomashyosini aytib qo'yamiz. Qum, sement, alyuminiy pudra, kavshin soda ketadi Mahmudjon. Aha. Hammasi topiladigan mahsulot, deng aka. Bor O'zbekiston. Abitdagi partiyasi, Abitda almashtirilgan. Ko'ryapsizmi? Yangi turibdi mana. Ko'rtirganlarda. Mana. Mahmudjon qirralarni ko'ring-da. Mana. Gap yo'q. Arrada, rushni arrada arralaganda ham ozgina farq qilishi mumkin, buniki 0 chiqadi. Aha. 0 chiqadi. Qadrdonlar, mana ko'rib turibsizlar, bazasidan ko'rsatik, gap isboti bilan. Keldik. Biz o'zimiz bilasizlar, Namangan Uchqo'rg'on Qo'g'aydamiz. Aha. Keldik. Sababi ishlayaptimi, ishlashyaptimi, foyda bormi, zarar bormi deganlarga yurib turgan va havo aynib yomg'ir yog'yapti mana. Ko'rib ustimizdan qo'y. Shuning uchun sirazi qo'yib berdik. Chunki rasmiy ko'pchilik ko'radi-da, ko'rganda ham aka, uni ko'rdim, buni ko'rdim, siznikini olyapman deb odamlar tanlayapti o'zi. Shuning uchun erinmay, men ham kelib ko'rsatib qo'yapman. Ana, do'stlar o'zini mashinasiga kelgan. Bemalol kelasizlar, videoga like bosib qo'yinglar. O'sha gap aka, bonuslari, narxlarini chiroyli qilib beramiz. 13 ta viloyatga dastavkalari bor. Faqat erinmay, bitta qolib kerak, shu telefon qilsin, o'zimiz cho'tga qilib beramiz. Ikkita qolib kerak, qilsin. Gap yo'q aka. Mayli, sog' bo'lasizlar. Sog' bo'lasizlar jigarlar.